Bugun hammaga foydali bo'ladigan bitta tishlarni yuvish to'g'risida bitta life hack ko'rsatmoqchiman. Hammamiz bunaqa cho'tka bilan yuvamiz tishlarimizni, to'g'rimi? Undan keyin bir xillarimizni mana bunaqa flossda yuvamiz, bir xillarimizni bunaqa flossdan foydalanamiz. Lekin hozir mana flossdan foydalanib bitta life hack ko'rsatmoqchiman. Xullas, mana shu floss olasizlar, tayyor tortilgan, bunaqa zubочистка qismi ham bor. Bunaqa ipi bor. Pastani olamiz. Pastaga mana shuni hammasini ozgina buktirib olamiz. Pastani chiqarasizlar-da. Ozgina buktirib olasizlar. Undan keyin mana tishlarni oralari bor. Tishlarni oralarini shunaqa qilib tozalab chiqishni odat qilinglar. Neki tishlarni chaynoq yuzalardan tashqari tishlarni oralarida ovqat qoldiqlari qolib ketib, mana shu aproksimal, ya'ni kontakt yuzasida karies bo'lishga olib keladi. Agar mana shuni oralarini mana shu zubочисткада yoki mana bunaqada flossda tozalab tursanglar, kariesga shans qoldirmaysizlar. Sog' bo'lasizlar.